Xotin qizlarimiz uchun zo'r yangilik. Lady Fitness endi Ramazon munosabati bilan har juma kuni mashg'ulotlarni bepul etib qo'ydi. Rostdan bepulmi aka? Havan bepul, her cuma günü azangi 9'dan kechki 8gacha bepul etib qo'ydik. 23 yillik tajribaga ega bo'lgan trenerimiz Muyassar akani Dalmido odami o'zi yo'q obunachilar. Bilasizlar, Lady Fitness Urganch shahrimiz markazida joylashgan. O'tgan safar aytdik, yoshingizni keyin sog'lom ovqatlanish bo'yicha 5 mahal ovqatingizni hamma narsani haftalik rejimlaringizni tuzib beramiz deb. Buni endi bepul etib qo'yamizmi? Havan aylık törengellerinin içinde bepulni tekshirib, bepulni pitaniyalarni tuzib beramiz ham şu tekshirishlarning içinde ichki yoshlaringizni, kalsiylarni, xolesterinni, shularni chiqarib beradigan apparatimiz bepulni bo'ldi. Sizlar uchun zo'r yangilik. Günlük to'lov 30 ming so'm. Bemalol kelasizlar, mashg'ulot hamma narsalardan foydalanasizlar. Akkamizni o'zini boshchiligida. Agarda oylik to'lov qiladigan bo'lsangizlar, biz sizlarga günlük to'lov 10 ming so'm bilan tushmaydi. Qancha so'm qo'yib qo'yamiz oylikni? Oylikni 15 kun to'lovini to'lasalar 1 oy kelib biladi. Ina obunachilar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Demak 350 ming so'm atrofida bo'ladi. Qimmat bo'lmaydi. Necha kunda rezultat sezadi xotin qizlarimiz? Endi kelgan kundan boshlaydi. Nechunda endi ovqati bilan birgalikda olib boradi. Pitaniyalarni ham tuzib beramiz. Shu kelgan kundan rezultat boshlaydi. Boshlagan kundan tekshirib boramiz. Tirnovka qilib turgan xotin qizlarimizni suhbatga tortdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha kilo azdingiz? Men почти 20 kilo azdim. 20 kilo. Haqiqatan hayratlanarli. Hozir videosini qo'yamiz, rasmlarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 20 kilodan keyin rasmiy yoshargansiz. Rahmat. Qiyinmi ekan? Yo'q, qiyin emas. Boshda qiynaldim, lekin 1-2 kun og'riqlar bo'ladi, keyin o'tib ketadi. Hozir vaziyatib o'zim mashq qilaman, zattaman hozir. Yengil bo'lib yuribsiz. Ha, shu energiya olib ketaman ish yo'raga, bu yerga borib ham ishlarni tez etib, o'shatib, dim suyunib chiqasiz bu yerga kelgandan keyin. Demak, stresslardan qutuldingiz. Ha, yondim. Ishni o'ylamayman, zat o'ynab, bu yerda ko'pchilikimiz bilan bir-birimizga qiziqib, izzat o'ynab, mashqlanatib, uyda nastreniya bilan o'shatib yurishdan dim zo'r. Birinchi yoshdan kelsalar bo'ladi. Biri kelaveradilar. Endi problemasi bor odamlar kelaversin. Ya xotin qizlar uchun bu ko'pincha aytadilar, erkaklar ham bormi deydi. Yo'q, bizda faqat xotin qizlar. Lady Fitness'ning içinde xotin qizlarimiz uchun massaj ham bor bunachilar. Ko'pchilik xotin qizlarimiz bel og'riydi, ko'pchiliklarni bo'yin orqa tarafida duz, yog' yig'langan qon aylanishida to'sqinlik qiladi va bu narsalarning ham aynan yechimi shu yerda. Manzilimiz obunachilar Urganch Dorital doğrumuzda. Doritalning doğrusu qarın tuyoq bilan meva-chevani o'rtasida joylashgan Fayz mebelni 3-qavatı Lady Fitness deb yozilgan. Telefon raqami, profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni toza yilda aniq zamonda yurgan yaqinlarga berib qo'yamiz. Xotin qizlarimiz uchun zo'r yangilik. Lady Fitness endi Ramazon munosabati bilan har juma kuni mashg'ulotlarni bepul etib qo'ydi. Rostdan bepulmi aka? Havan bepul, her cuma günü azangi 9'dan kechki 8gacha bepul etib qo'ydik. 23 yillik tajribaga ega bo'lgan trenerimiz Muyassar akani Dalmido odami o'zi yo'q obunachilar. Bilasizlar, Lady Fitness Urganch shahrimiz markazida joylashgan. O'tgan safar aytdik, yoshingizni keyin sog'lom ovqatlanish bo'yicha 5 mahal ovqatingizni hamma narsani haftalik rejimlaringizni tuzib beramiz deb. Buni endi bepul etib qo'yamizmi? Havan aylık törengellerinin içinde bepulni tekshirib, bepulni pitaniyalarni tuzib beramiz ham şu tekshirishlarning içinde ichki yoshlaringizni, kalsiylarni, xolesterinni, shularni chiqarib beradigan apparatimiz bepulni bo'ldi. Sizlar uchun zo'r yangilik. Günlük to'lov 30 ming so'm. Bemalol kelasizlar, mashg'ulot hamma narsalardan foydalanasizlar. Akkamizni o'zini boshchiligida. Agarda oylik to'lov qiladigan bo'lsangizlar, biz sizlarga günlük to'lov 10 ming so'm bilan tushmaydi. Qancha so'm qo'yib qo'yamiz oylikni? Oylikni 15 kun to'lovini to'lasalar 1 oy kelib biladi. Ina obunachilar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Demak 350 ming so'm atrofida bo'ladi. Qimmat bo'lmaydi. Necha kunda rezultat sezadi xotin qizlarimiz? Endi kelgan kundan boshlaydi. Nechunda endi ovqati bilan birgalikda olib boradi. Pitaniyalarni ham tuzib beramiz. Shu kelgan kundan rezultat boshlaydi. Boshlagan kundan tekshirib boramiz. Tirnovka qilib turgan xotin qizlarimizni suhbatga tortdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha kilo azdingiz? Men почти 20 kilo azdim. 20 kilo. Haqiqatan hayratlanarli. Hozir videosini qo'yamiz, rasmlarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 20 kilodan keyin rasmiy yoshargansiz. Rahmat. Qiyinmi ekan? Yo'q, qiyin emas. Boshda qiynaldim, lekin 1-2 kun og'riqlar bo'ladi, keyin o'tib ketadi. Hozir vaziyatib o'zim mashq qilaman, zattaman hozir. Yengil bo'lib yuribsiz. Ha, shu energiya olib ketaman ish yo'raga, bu yerga borib ham
Yani işlerini tez etip, aşağı dım suyunup çıkas bir yere gelenden kendan. Demek streslerden kutuldunuz. Yani Vişnov'unu oylamayın, ezet oynap bir de köpçilikimizle birbirimize kızıkıp, ezet oynap, maşıklanatip, öyden nastireniya bilen aşağı virüsden dım zor. Birinci yaştan gelseler buladı. Bire geleverediler. Indi probleması bu adamlar geleversin ya hatın kızlar için bu. Köpünçe aytadılar. Erkeklerin bu ama dedi yok. Bize de fakat hatın kızlar. Lady Fitness'in içinde hatın kızlarımız için masajan bol bu neçile. Köpçülük hatın kızlarımız bel ağrıydı köpçülüklerini boyun arka tarafında duz, yağ yığılanan kan aylanışına toz kıllık kıladı ve bu nerselerin aynen yetimi şördü. Menzilimiz bu neçile Ürgenç Darital doğrumuzda. Darital'ın doğrusu karın tuyak bilen meyve çiğvenin ortasında joylashgan faiz mebelini 3. kavatı Lady Fitness deb yazılgan. Telefon rakamı profillerini kaldıramız. Bu yengilikni taza yilda aniq zamanda birgen yakınları berib qo'yamiz.